Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Teachersemdan nima uchun o'quvchilar ularga bunday murojaat qilishlarini so'raymiz. Qani keting bo'lmasam. Nima uchun o'quvchilar sizni Teachersem deb atashadi? Chunki sababi biz Germaniyada o'qib yurgan paytimizda hamma Samandarni ayta olmas edi, Salamandra der edi. Chunki Sam ingliz tilida ism bo'lgani uchun, qisqa ism bo'lgani uchun hammaga qulay edi. Yaxshi, rahmat javobingiz uchun. Shu fursatdan foydalanib sizdan intervyu olsak bo'ladimi? Mayli, qarshi emasman. Sizga birinchi savolim, o'qituvchilikdan tashqari o'zingizni qanday ta'riflagan bo'lardingiz? Juda qiziq savol. O'qituvchilikdan tashqari men o'zimni sayohatchi deb tanishtira olaman. Chunki men o'zim juda ham sayohatga mukkasidan ketganman. Sayohat qilishni yaxshi ko'rar ekansiz. O'qituvchilikka qanday kirib qolgansiz? Sababi juda ham inglizlarga qiziqqanman. Yoshligimda o'zim birinchi joyga kelganman. Inglizlar ko'p joylarga imkoniyatlar yaratadi. Sayohat men hobbiyim. Dars berib yurar edim universitet paytlari. Va shuni orqasidan men o'qituvchilikni tanlaganman. Endi yana bir savolim, o'qituvchilik sizni hayotingizni qanday o'zgartirdi? O'qituvchilik hayotimni tubdan o'zgartirib yubordi desam davom bo'lmaydi. Exchange programmasi orqali Gyot universitetida o'qidik. O'qituvchilik menga ko'p tajribalar orttirishimga yordam berdi. Konferensiyalarda ham qatnashganingizni aytdingiz. Bizning universitetimiz esa har yili shunaqa konferensiyalarga o'quvchilarni, talabalarni jo'natib turadi. Faqatgina saralab olingan o'quvchilar orqali. Shveysariyaga, Germaniyaga, Turkiyaga ko'p konferensiyalarga qatnashganman. Metodlarni o'rgandik. Rahmat kattakon Teachersem intervyuga yo'q demasdan tushib berganingiz uchun. Bilim Ziyo markazi sizga kelgusi ishlaringizda omad tilaydi. Sizlarga ham rahmat kattakon.